Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz mavzusi milliy dinlar va yahudiylik dini. Dinlar odatda jahon dinlari va milliy dinlarga bo'linadi. Milliy dinlar ma'lum bir xalq yoki millatga xos bo'lib, asosan shu etnik guruh vakillari orasida tarqaladi. Yahudiylik ana shunday eng qadimiy milliy dinlardan biri hisoblanadi. Bugungi ma'ruzamizda yahudiylikning vujudga kelishi, muqaddas manbalari, asosiy ta'limotlari, ibodatlari va bayramlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. 1. Milliy din tushunchasi. Dinshunoslikda milliy din deb ma'lum bir xalq yoki millatning tarixiy, madaniy va diniy hayoti bilan chambarchas bog'langan dinlarga aytiladi. Milliy dinlarga quyidagilar kiradi. Yahudiylik Yahudiy xalqiga xos. Hinduizm Hind xalqiga xos. Konfutsiychilik Xitoy xalqiga xos. Sintoizm Yapon xalqiga xos dinlar hisoblanadi. Bu dinlar odatda boshqa xalqlar orasida faol targ'ib qilinmaydi va ko'proq ma'lum millat vakillarining dini sifatida shakllangan. 2. Yahudiylikning vujudga kelishi. Yahudiylik dunyodagi eng qadimiy milliy dinlardan biridir. Tadqiqotchilarning fikricha, u miloddan avvalgi 2-ming yillikda shakllana boshlagan. Yahudiylik ta'limotiga ko'ra, Ibrohim alayhissalom avlodlari Misrda uzoq yillar qullikda yashaganlar. Keyinchalik Muso payg'ambar boshchiligida ular ozodlikka erishgan. Diniy rivoyatlarga ko'ra, Muso payg'ambarga Sinay tog'ida ilohiy vahiy nozil qilingan va shu voqea yahudiylik dinining shakllanishida muhim o'rin tutgan. Yahudiylik boshqa milliy dinlardan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi. Yagona Xudoga e'tiqod qiladi. Muqaddas kitoblarga ega. Payg'ambarlar an'anasi mavjud. Shu sababli u milliy din bo'lish bilan birga ilohiy din xususiyatlarini ham o'zida mujassamlashtiradi. 3. Yahudiylar va ularning nomlanishi. Yahudiy xalqiga nisbatan tarix davomida turli atamalar ishlatilgan. Yahudiy atamasi Yaqub payg'ambarning o'g'illaridan biri bo'lgan Yahudo nomi bilan bog'lanadi. Ibroniy so'zi narigi tomondan kelgan odam, ko'chmanchi degan ma'nolarni bildiradi. Bu atama dastlab Frot va Yordan daryolarining narigi tomonidan kelgan xalqlarga nisbatan ishlatilgan. Bani Isroil. Isroil avlodlari yoki Bani Isroil nomi Yaqub payg'ambarga berilgan Isroil nomidan kelib chiqqan. Vaqt o'tishi bilan Yahudiy, Ibroniy va Bani Isroil tushunchalari bir-biriga yaqin ma'noda qo'llanila boshlagan. 4. Yahudiylikka e'tiqod qiluvchilar. Hozirgi kunda dunyoda taxminan 15-20 millionga yaqin yahudiylar yashaydi. Ularning asosiy qismi Isroilda, AQShda, Yevropa mamlakatlarida, dunyoning boshqa hududlarida istiqomat qiladi. Yahudiylar tarix davomida ko'plab mamlakatlarga tarqalib ketgan bo'lsalarda, o'z diniy va madaniy an'analarini saqlab qolishga muvaffaq